Rossiyada qarzga botib, to'y qilishmaydi deb video chiqargan edim. Juda ko'p odam o'zini fikrini bildirdi. Kimdir haligacha ham katta to'y qilib, uysiz yuribdi. Puli borlar to'y bilan qiziq-ku, o'zbekchilik deb yozdi. Men bu videomda umuman to'y qilmasin hech kim degan ma'noda chiqarmadim. Ixchamroq qilib, to'ydan tashqari ham qancha bazmlar bor. Rossiyada to'y qilishadiganlarda 90% er xotin o'zlari pul ishlab to'y qilishadi. Bizda qanaqa sog'ligiga ham e'tibor bermasdan farzandlar kattaryaptimi, bo'ldi, pulni yig'ib boshlaydi, bularda to'yini qilish kerak deb. To'yini qilgandan keyin bir pasda bola chaqa tug'iladi. Ularga ham umuman keraksiz narsalar bor. Er xotin o'zlari ishlab, o'zlariga kerakli narsani olishadi keyin. Mana bizga o'xshab. Bizda bechora xalqimiz sog'ligidan pulini ayidida, lekin to'y qilishadi. Keyin bechora farzandlarini rohatini ham ko'ra olmasdan asfora sofinga ketishadi-da. Mayli, yaxshi gaplardan gaplashaylik. Tuganam rosa Soyuz Здоровья kompaniyasini maqtagandi. Stelka yana 5 xil produktini zakaz qildim. 12 soat tik yurganlar biladi qanaqa oyoq og'rig'i, bel og'rig'i qiynashini. Женский, мужской produktlari ham bor, juda sifatli hammasi. Ikkita stelka olib, kompaniyaga a'zo bo'lsalaring ham bo'ladi. O'sha orqali zo'r pul ishlaysizlar. Ayniqsa erkaklarga, imeyte vidu, prostatitga ham rosa zo'r yordam berishadi shularda produktlari. Bilasizlar, oyog'imizda tagida juda ko'p tochkalar bor. Stelka esa shularga juda zo'r yordam beradi. Rossiya bo'ylab hamma joyga dostavka bor. Dilnoza Ulug'bekovna Soyuz Здоровьяni sizlarga esa отметка qilib ketaman. Bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Kompaniyaga a'zo bo'lganlarga $40 pul yutug'i ham bor.